Ko'pchilik MCM Cobalt olgan akalar bizga aytishyaptiki, oldingi Cobaltda mana P'dan chiqarganda shirq etib zamok quplanib qolmasdi, unaqa narsa bo'lmasdi. Bunda shu quplanib qolyapti, shu narsani to'g'rilab o'chirsa bo'ladimi deb so'rashuvdi. Talablarga binoan shu narsani qildi. Mana parkovkadan chiqaramiz, D'ga qo'yamiz va drive-gami, orqagami hammasiga urasiz. Zamok quplanmaydi. Shirq-shirq qilib ochib yopib, asabga tegmaydi. O'zi bu xavfsizlik jihatdan qilingan, zavod tomonidan, bir tomondan qulay, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Ikkinchi narsasini qo'shib berganmiz, o'zingiz mashinangizdan tekshirib ko'ring. Shu joyga kirganingizda bu menyular sizda bo'lmaydi. Bu joyda mana bu narsaga yengillik qilib berganmiz. O'zida mana faqatgina quplanganingizda avarinka yonib quplangani bildiradi. Biz bunga mana bu narsani qo'shib berdik. Ham avarinka yonadi, ham quplaganda papillab ovoz beradi mana. Quplaganini bilish uchun shu narsani qo'shib berganmiz. Bu narsani papillashi yoqmasa, masalan, yana zajganini yoqasiz. Bu joyga kirasiz, svet o'rniga faqat mana bunaqa svet o'zidan yonadigan qilib qo'yasiz, quplaymiz. Hech qanaqa ovoz yo'q. Yana shu narsani qaytarib yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Bu hammasi programma orqali qilib beriladi. Zavod holatda hamma narsa chutki ishlaydi. Shunaqa sifatli individual xizmatlar uchun avtomatga murojaat qilinglar. Ko'pchilik MCM Cobalt olgan akalar bizga aytishyaptiki, oldingi Cobaltda mana P'dan chiqarganda shirq etib zamok quplanib qolmasdi, unaqa narsa bo'lmasdi. Bunda shu quplanib qolyapti, shu narsani to'g'rilab o'chirsa bo'ladimi deb so'rashuvdi. Talablarga binoan shu narsani qildi. Mana parkovkadan chiqaramiz, D'ga qo'yamiz va drive-gami, orqagami hammasiga urasiz. Zamok quplanmaydi. Shirq-shirq qilib ochib yopib, asabga tegmaydi. O'zi bu xavfsizlik jihatdan qilingan, zavod tomonidan, bir tomondan qulay, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Ikkinchi narsasini qo'shib berganmiz, o'zingiz mashinangizdan tekshirib ko'ring. Shu joyga kirganingizda bu menyular sizda bo'lmaydi. Bu joyda mana bu narsaga yengillik qilib berganmiz. O'zida mana faqatgina quplaganingizda avarinka yonib quplangani bildiradi. Biz bunga mana bu narsani qo'shib berdik. Ham avarinka yonadi, ham quplaganda papillab ovoz beradi mana. Quplaganini bilish uchun shu narsani qo'shib berganmiz. Bu narsani papillashi yoqmasa, masalan, yana zajganini yoqasiz. Bu joyga kirasiz, svet o'rniga faqat mana bunaqa svet o'zidan yonadigan qilib qo'yasiz, quplaymiz. Hech qanaqa ovoz yo'q. Yana shu narsani qaytarib yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Bu hammasi programma orqali qilib beriladi. Zavod holatda hamma narsa chutki ishlaydi. Shunaqa sifatli individual xizmatlar uchun avtomatga murojaat qilinglar.